Do'stim, 1 minutga mumkinmi? Singlisi bor akalarga murojaat. Sabrla tinglasangiz, aytay sizga bir qissa. Xafa bo'lib yurmanglar, ko'zingizdan yoshlar to'ksa. Qadim zamon o'tgan yil, uzoq manzil tomonda. Aka singil yashardi, qiyinchilik zamonda. Juda mehribon aka singilga jonin berar. Ukalarim boqay deb har tomonga yo'rg'alar. Toshi og'ir hayotning sinovlarini ko'rishar. Akasi bor singil ham shod va xurram yurishar. Hamma yuklar akada. Singil buni bilardi. Taqdir taqozo qilib sinov kelib turardi. Betob bo'ldi bir kuni. Jonidan suygan singil. Parchalandi akaning ko'ksidagi oq ko'ngil. Chopay desa har tomon chorasini topolmas. Sotay desa biror nima hech narsa yo'q, sotolmas. Yordam so'rab borardi amaki-yu tog'aga. Imkon topolmay oxir o'tdi mungli nolaga. Ey Alloh, sendan boshqa panohim yo'qligini bilaman. Singlimga shifo bergin. Iltimos, yolvoraman. Tong otardi, kun botar, davo izlab shoshardi. Singilchaning ahvoli battar yomonlashardi. Tilka pora yuragi imkon topolmas edi. Boshqadan yana qayta yordam so'rolmas edi. Kasallik hukm surib, kun o'tib, oy o'tibdi. Akasi singil uchun chap bu yuragin sotibdi. Imkon topdim deb aka quvonchidan sig'mabdi, ammo bu yurak puli davolashga yetmabdi. Taqdir sinovi shunday, nega ham o'ylanasan? Ey birodar, jannat uchun dunyoda atayin sinalasan. Sizga qisqaroq qilay aka singil hayotim, yuragim chidolmadi, og'ir bitdi bayotim. Xullas ikki aka singil hayot uchun kurashdi. Singil qolib akaning ahvoli yomonlashdi. Akasi qo'rqar edi, singlim o'lmasin deya. Mendan keyin qaro kun davron surmasin deya. Afsus endi, nachora, taqdiri sinov etdi. Singlisidan avvalroq akasi vafot etdi. Qiyomat qachonlagin odamzod bilmasdi. Ertam yo indin kech taxmin ham qila olmasdi. Bilmaganlar bilsin deb tarozi tashlanadi. Ey birodar, vafot etgan kuningiz qiyomat boshlanadi. Haligi mard akaning qabriga qo'yishibdi. Singlisidan ko'ngil uchun hol ahvol so'rashibdi. Imtihoni sar hisob qilinibdi akaning, bir hissa yetmabdi-da jannatga yo'llanmaning. Shunda Robbim mehribon, rahim qilib bandani 1000 hissa savob berdi, jannat chorlar akani. Shunda aka lol hayron, ey Robbim, nima uchun?